Assalomu alaykum. Efirda Mingchinor, siz bilan Zafar Do'ltayev. Bugun O'zbekistonda eng keng tarqalgan muammolardan biri ishsizlik muammosi. Ishsizlik nihoyatda yuqori darajada ko'payib ketgan. Ishsizlikning kelib chiqish sabablari turli xil bo'lishi mumkin, lekin omil bitta. Men bugun mana shu ishsizlikning nima sababdan mana shunday ommaviy bo'lib ko'payib ketayotganligi, mana ishsizlik muammosi sabab odamlar chetga chiqib borayotganliklarining eng asosiy sabablaridan birini aytib o'tmoqchiman. Barchamiz bilamiz, rivojlangan davlatlarda nima evaziga rivojlangan degan savol tug'iladi. O'zbekiston umuman har qanday davlatning taraqqiyotini, iqtisodini kuchaytiruvchi 3 ta narsa bor. Mahsulot, xalq va mablag'. Mana shu uchalasi bitta maqsad, bitta tizim, bitta reja ostida ishlasa, bu davlat eksport qiladigan davlatlar qatoriga qo'shiladi. Bugun O'zbekiston ko'proq narsa import qilishga o'tdi. Bugun O'zbekiston Xitoy bozoriga aylandi. Xitoy mahsulotlarining eng katta xaridorlaridan biriga aylandi. Aksincha bo'lish kerak emasmi? Nima sababdan bugun ishsizlik kelib chiqdi? Boya aytganimdek 3 ta omil. Shulardan biri, eng muhimi bu mablag' masalasi. Har qanday inson bo'lishi mumkin, iqtidorli, imkoniyatli, bilimli, tajribali, lekin bularni hammasini ro'yobga chiqaruvchi, o'sha rejalarni amalga oshiruvchi narsa, vosita bu mablag'. Mablag'ni kim ta'minlaydi? Agar o'zida o'sha mablag' topilmasa, demak, mablag' deb bankka murojaat qilinadi. Lekin afsuski bugun O'zbekistonda banklar xususiylashtirildi, mustaqil bo'ldi. Davlat aralashuvi cheklandi. Ya'ni kimga berish kerak, kimga berish kerak, bermaslik kerak, kimda imkoniyati bor, o'shanga qarab ular kredit ajrata boshladi. Kreditlar esa o'zingiz bilasiz, foizlari o'sha bir zamonlar faoliyat olib borgan sudxo'rlarnikidan biroz farqli. Afsuski bugun mana shu foizlarning kattaligi tadbirkorlikni yarataman, odamlarga ishchi o'rni qilib beraman, mahsulot chiqaraman, o'zim mana shunday bir endi qiziqqanlar bor-da, tadbirkorlikka qiziqqanlar bor, yo'q emas. Bugun ularning ko'pini kayfiyati bo'sh, o'sha niyatidan qaytgan, xohish ham yo'q. Nima uchun? Chunki bankka kredit olishda qo'yiladigan talablar nihoyatda baland. Chunki banklar xususiy. U na hokimga bo'ysunadi, na viloyat hokimiga. Banklar o'ziga, o'zi xo'jayin. Prezident mana shunday ularni iqtisodiyotning asosiy bo'g'ini sifatida ko'rinyapti, lekin banklarning asosiy harakati bugun nima bo'lyapti? Mana biz kiyim-kechak oldi-sotisi bilan shug'ullanadigan, oziq-ovqat oldi-sotisi bilan, texnikalar oldi-sotisi bilan shug'ullanayotgan tadbirkorlarni ko'ryapmiz, lekin banklar bugun pul oldi-sotisi bilan shug'ullanadi. U pulni sizga ijaraga beradi, ma'lum bir shartlar asosida va o'sha ijarada berilgan puldan tushayotgan oylik foizlar bilan o'zini o'zi rivojlantiradi. Ya'ni banklar bugun davlatning farovonligi, taraqqiyoti, ishlab chiqarishning asosiy negiziga xizmat qilishni o'rniga o'zlari uchun faoliyat olib boryapti. Ya'ni O'zbekistonda mana mahsulot ko'p. Qishloq xo'jaligi, agrar davlat bo'lgandan keyin qishloq xo'jaligi mahsuloti tiqilib yotibdi. Lekin o'sha mahsulotlarni chiroyli qilib, upakovka qilib, etiketka qilib, qayta ishlab, texnologiya asosida chiroyli bir qadoqlangan mahsulot qilib chiqarish uchun albatta sex kerak. Uskunalar kerak. Va bu uskunalarni xarid qilish uchun katta mablag' va bu mablag'ni qayerdan olasiz? Bankka murojaat qilasiz, lekin bugun banklar sizning rejangizni puchga chiqaradi. Ishlayman degan niyatingizni, harakatingizni yo'qqa chiqaradi. Siz boy bo'laman, harakat qilsam sharoitimni o'nglayman desangiz,
sizni qarz botqog'iga botirib, qashshoqlik sari katta eshikni ochib qo'yadi. Afsuski bugun banklar xususiy. Mana Yevropa davlatlari, Amerika, Xitoy, bular Yaponiya, bularda ham banklar mavjud, lekin ular o'z aholisiga bunday shartlar, qiyin, yuqori foizli shartlar evaziga kredit bermaydi. 1%, 1,5% da beriladi. Ya'ni shunday mablag'ni beradi va o'sha mablag'ni o'zini qaytarib oladi. Siz 50 million kredit olsangiz, siz uni 100 million qilib qaytarishingiz kerak. Ya'ni o'sha olingan kreditning kunidan boshlab o'sha oyda ichida pul to'lashni boshlaysiz. 28, 30, 35% ustama bilan. Bu esa o'sha biz aytayotgan farovonlik, taraqqiyotga sari yo'l ochish o'rniga odamlarni mana shu ishlarni qilishdan qaytaradi. Istagini yo'qotadi va natijada ommaviy ravishda ishsizlik va ommaviy ravishda migratsiya paydo bo'ladi. Odamlar o'zi uchun ishlash, pul topish mexanizmini yarata boshlaydi va u qonuniymi, noqonuniymi, davlat aralashuv evaziga u ishlardan ham asta-sekinlik bilan mosuvo qilishadi. Mana Turkiyani misol keltiraman. Xandon pista degan narsani hammangiz bilasiz. Xandon pista degan daraxtni eksangiz, bu daraxt uzog'i bilan 7 yil, uzog'i bilan 10 yil, 10 yildan ziyodroq vaqt kutib keyin hosilga kiradi. Lekin o'sha juda kech hosil beradigan daraxtning mevasi uchun ham o'sha Turkiya yoki boshqa davlatlarda texnologiya yaratilgan. Qayta ishlash, terish, yig'ish va uni chiroyli qilib sortirovka qilib tayyor mahsulot sifatida qadoqlash tizimi yaratilgan. Bizda 6 oyda pishib yetilayotgan mahsulot uchun ham bu narsani imkoniyati yo'q. Mana chetdan tovar kirib kelyapti. O'sha chetdan kirib kelgan yo'l bilan O'zbekistonning ichining mahsulotlari, o'zining mahsulotlari borish imkoni yo'q emas-ku albatta. Ya'ni O'zbekiston o'z mahsulotini mana shunday chiroyli qadoqlab o'sha import qilayotgan yo'ldan, o'sha logistika yo'nalishi bilan borib sotib kelsa bo'ladi-ku. Afsuski, qadoqlayotgan mahsulot o'zi bor-ku, lekin qadoqlanmagan. Dunyo bugun bu narsani xohlamaydi. Dunyo bugun o'sha paketchalardagi quritilgan, o'zini texnologiyasi, termik obrobotkasini bajarilgan mahsulotni xohlaydi. Bir zamonlar birinchi prezidentimiz Islom Karimov shunday degandi. SSR tarqalib O'zbekiston mustaqil bo'lganda bitta mix uchun hattoki Boltiqbo'yi davlatlaridan SSRning boshqa bir chekkasini olib kirishimizga to'g'ri keladi degandi. Mana bugun 34 yil bo'ldi mustaqil bo'lganimizga, lekin O'zbekistonda mixni o'zi ehtimol yetishtirilayotgandir, ishlab chiqarilayotgandir, lekin o'sha mixni devorga yoki biron bir taxtaga qoqadigan o'sha shurpavet deydi ustalarning tili bilan aytganda, o'sha narsani Xitoydan olib kelyapmiz. Mix o'zimizda bunga 34 yil bo'ldi. Endi o'sha shurpavetni ishlab chiqarish uchun ham balkim yana 34 yil kutishimizga to'g'ri kelar. Aytmoqchi bo'lganim, banklar bugun iqtisodiyotni, farovonni rivojlantirishga xizmat qilmaydi. Banklar bugun o'zi uchun faoliyat olib boradi. Banklar bugun xalqning koriga yaramaydi. Ishsizlikning o'chog'i, ishsizlikni keltirib chiqaruvchi manba hisoblanadi. Narx-navoning oshishi o'sha iste'molchi bilan o'sha mahsulotni egasiga yetib borguncha qancha ko'zga ko'rinmas qo'llarni vujudga keltiruvchi tizimchalarni paydo bo'lishiga sababchi bo'layotgan bir davlat desam noto'g'ri bo'ladi, xususiy bir tashkilotga aylanib qoldi. Menimcha bu tizim, bu xususiylashtirish, ayniqsa bankni xususiylashtirish eng noto'g'ri yo'l deb hisoblayman. Davlatning maqsadi iqtisodiyotni rivojlantirishmi? Demak, iqtisodiyotni rivojlantirishda mablag' kerakmi? O'sha mablag'ni berayotgan tizim davlatga bo'ysunishi kerak. Xususiy bo'lsa, u hech qachon xalqning manfaati uchun, tadbirkorning manfaati uchun xizmat qilmaydi. Endi siz nima deb o'ylaysiz? Uni kommentariyada bir chiroyli izhorlaringizni qoldirsangiz deb o'ylayman, kutib qolaman. Yana bitta narsa iltimos, mana shu ko'plar ko'ryapti ushbu videoni, lekin obuna bo'lmayapti. Mana shu ko'rib o'tib ketayotganlar ham obuna bo'lishlaringizni iltimos qilardim. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.